Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 31-may, yakshanba 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Optim narxdagi oyoq kiyimlar, tapichkalarda o'g'il bolalarga, ayollarga, yosh bolachalarga bor. Xo'p, endi narxlarni bir aytsinlarchi. Mana bularimiz necha pul bo'lyapti? Bular pachka narxi 55 ming so'm donaga. 60 ming so'm donaga. Razmeri 40 dan 44 gacha. 40 dan 44 gacha razmer. Ha. 40 ekan buni razmeri. Xo'p, bunisi necha pul bo'lyapti? Bu 50 ming so'm pachka narxi. Pachka narxi 50 ming so'm. Mana tappi bor ekan. Ham tappi bor. Donaga ham sotaverasiz. Ha, 45 ming. Aka bersizdan. Necha puldan necha pulgacha? Aytavering, mana shu yerdagilar. Ag'daylar donali. 15 mingdan. Xo'p, mana shu yerdagilarda, mana shular ayting. Hammasini. 15 ming so'mdan 55 ming so'mgacha ekan narxi. Bu pachkadagi narx aytdingiz hozir 15 ming so'mdan 55 ming so'mgacha deb. Mana buni 15 ming. Mana bularning necha pul? 50 ming so'm. 50 ming so'm ekan. Mencha og'ir bu. Ay og'ir narsa. Ana biz mana 15 mingdan ishimiz. Mana ishimiz 15 mingdan ish. Ha, rezinglar tapichka, tahorat xonaga olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, tapichkalar bor ekan mana. 10 mingligi ham bormi ekan mana. Endi bu tomonlari qanaqangi? 10 ming. Akula tapichkalar mana 10 ming ekan. Pachkadagi narxi 10 ming so'm. Bular 13 ming. Bular 13 ming so'm ekan. Sortiment bu. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 051 051 17 14. 17 14 ga aloqaga chiqaverasizlar. Shu tapichkalar kerak bo'lsa, donaga ham sotilyapti, pachkaga ham sotilyapti. Mana bu tomonda ham yoyib qo'yishgan bularki, mana Donali. bular donaliklarda endali. Arzonlari shu yerda. Mana shu oq tapichkalaringiz necha pul? Mana oq. 50. Mana manasi 50 ming so'm ekan. Donaga. Razmeri qanaqa bo'ladi ular? 40 44. 40-44 ekan razmerlari. Telefon nomeringizni aytdiga? Aytdilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilib bo'lar bo'lmas narsaga boshni qotirmaysizlar ekan. Sotuvchilar ham hozir issiqda charchab qolyapti-da. Dastavka bor ekan.